Ancha bo'lgan edi Toyota Highlander qo'rmayotganimga, lekin shunga yarasha вообще shikolat kelib qoldi. Ya'ni limited pozitsiyasi. Limitedi eng full pozitsiya bo'ladi, bilasiz. Ularning ham pozitsiyalari juda ko'p. Head-up displeylargacha o'ra bunaqa qaymoq rang salonli ekan. Bu gibrid 2.5 motor bo'ladi. Sport, normal, eco rejimlari, gibrid rejimlari, Type-C, USB port, xullas head-up displey, panorama hamma narsasi bor. Pamyat sidinalarigacha bor. Sidinalar elektronik va 3 qatorli juda ham yumshoq mashina hisoblanadi. Mana 78.000 probeg 2022-yil pardalarigacha bor, shpon detallari. Kraskasi toza. Yengisi 80 millar, agar undan oshiq bo'lmasa, limited undan ham menimcha qimmat bo'lishi mumkin. Gibrid bu. 47.700 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Kraskasi toza, maza qilib yumshoq, ishonchli brend, ishonchli mashina. Toyota'da yurmoqchi bo'lsangiz, maza qilib olasiz. Toyota Highlander bosib yuboring, 47.700 ga kraskasi toza.